Sevinch, ertalabki bir og'iz gaping bilan hayotimni ostin-ustun qilib yubording. Afsus. Qani ilohi amin. Avvalo ertaga to'ylari bo'layotgan kuyovimiz Bekzodjon hamda kelinimiz Sevinchxonlarni nikoh to'ylari munosabati ila Parvardigordan bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, serdavlat, farzand bo'lishlarini tilab qolamiz. Allohu akbar. Xo'sh, kelin yangasi. Shariat qoidalariga ko'ra kuyov to'ra Bekzodjon tomonidan kelin bolaga mahr berildimi? Bekzodjon, bo'tam. Mahr berish farz amal hisoblanadi. Mahr kuyov tomonidan kelinga chin ko'ngildan chiqazib beriladi. Ushbu mahr kelinga berilgandan keyin uning shaxsiy mulki hisoblanadi. Keyin uni qanday ishlatadi, uni o'zi biladi. Muqaddas kitobimizda Niso surasining 4-oyatida ayollarga mahrlarni ko'ngildan chiqazib bering deya marhamat qilinadi. Siz ham kelin poshshamiz Sevinchxonga ko'ngildan chiqazib mahr berdingizmi? Ha. Yashayotgan uyimni 3 xonasini va olmos ko'zli katta tillo uzukni mahrga atadim. Barakalloh. Kelin poshsha Sevinchxon, kuyov to'ra tomonidan berilgan ushbu mahrlarni chin ko'ngildan qabul qildingizmi? Gapiring, Sevinch, bergan mahriga rozimisiz? Yo'q, domla. Men kuyov tomon bergan mahrga rozi emasman. Sevinchxon, qizim, kuyov to'ra tomonidan berilayotgan ushbu mahrga nega norozisiz? Men mahrga alohida 3 xonali uy so'ramoqchi edim. Axir kuyov to'ramiz Bekzodjon sizga shunday mahr atab turganda nega bunday deyapsiz, qizim? Chunki hozir ko'p oilalar 3-4 oy o'tmasdan ajrashib ketishyapti. Masalan, o'zimni 3 ta dugonamda ham shunaqa bo'ldi. Mahrga 3 xonali uy so'raganimning sababi Xudo ko'rsatmasin, mabodo bizda ham shunaqa bo'lsa, chiqqan qiz ota uyiga sig'maydi degan gap bor. Shuning uchun so'ragandim. Ha. Sizni tushundim, singlim. To'g'ri. Mahrga siz ko'nglingizdagi xohlagan narsani so'rashga haqqingiz bor. Lekin bilasizmi, singlim? Siz ayni damda chillaxonada o'tiribsiz. Bunaqa paytda yaratgandan faqat chiroyli tilaklar, ajoyib niyatlar, samimiy niyatlar qilinadi. Xo'p, mayli. Xo'sh, Bekzodjon, siz kelin poshshamiz so'ragan ushbu mahrni bera olasizmi? Nima ham derdim, domla. Men Sevinch bunday mahr so'raydi deb xayolimga ham keltirmagandim. Keyin men bitta o'g'ilman. 14 xonali dang'illama uyda turamiz. Mayli. Ko'ngillari xohlagancha xona bera olaman. Lekin ota-onamni tashlab alohida chiqib keta olmayman. Men sizga chiqib ketamiz demayapman. Shunchaki o'zimga olib bering deyapman. Ko'rdingizmi? Hozir so'rasam yo'q deyapsiz. Keyin mabodo xarakterimiz to'g'ri kelmasa, unda bundan ham battar bo'lar ekanda. Men ota uyimga qaytishga or qilaman. Qaytib ovora bo'lmay qo'ya qoling. Otangizni uydan chiqmay qo'ya qoling. Uzr, domla. Bizni nikohimizni o'qimay qo'ya qoling. Shirin hayotimizni boshidan yomon niyat bilan boshlagan kelindan voz kechaman, domla. Kechirasiz.
uzr.